siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalomu alaykum ukam, qandoq? Mush beshin sizningmi? Sizninmikin deb bildim. Voy ukam, o'rtamizda bir avara ilqi xato tushunish paydo bo'lib qolmasin. O'ydiklarni hech qanday bir avar qilganimiz yo'q, ularga bir besim qilganimiz yo'q. O ishlarni unda xato tushunib ketmoqchimi? Assalomu alaykum ukam, yana bir gap qilay. Endi men sizni İstanbul'daki bizniki alag'in bolalar orqali tunug'ili xil uzun mezgil bo'lib qoldicha, bu to'g'risidan sizniki yaxshi taraflaringizmi ozroq bor, balki yomon deydigan taraflaringiz ko'proq salmoqni egallaydi. Mening nazarimdagi siz hamda bir bakroq bir asabiylashib ketganroq bir obrazdingizcha. Shuningdek bugun siz bilan ko'rishdiki maqsaddan o'zi bilan bir yuz turani bir ko'rishib, telefonda bevosita bir ko'rishib, ahvolni o'z og'zidan bir anglab boqay degan. Lekin mening bugun his qilishimcha sizning bir xillarda o'zingiz bilan ko'p shaharlarni ko'rgan balog'achqalik bir xil o'g'il-o'g'ildoshligingiz bordek his qildimcha men. Qaysi kuni İstanbul turishlik bir og'inam resimimizni yo'llabdi ekan. Ko'rib bugun siz bilan bevosita bir aloqalashishga nasib bo'ldi. Shu aloqalashdik bugun. Hamma resimni anda yo'llab bersam, men gaplarni desam hamda ayadik ballardan bir ortiqcha ansirab gumon qilib ketmang, boshqacha xato tushunib ketmang. U ballar endi sizga yaxshi bo'lsin deb sizga bir nasihat qilg'izib borgan to'q. Endi İstanbulning sharoitini o'zingizga tushunishlik, u ballar u gapni desa sizga yaxshi olmaydi. Endi u ballar degandan endi bizning deganimiz yaxshiroq. Asli ash ballarning ham sizga yaxshi bo'lsin deb degisi borgan to'q. Shunga endi u ballar diyamabdi. Bu yerda biz sizning bekayningizda payloqchilik qilib sizni uni bunday deydigan gap emas. U ishlarni siz bir to'g'ri yo'sinda tushunib keting. O ishlarni bek ortiq o'ylab ketmang ukam. Bizga sizning erkakligingiz lozim emas. Sizning vijdoningizdan pul sotib olganimiz yo'q. Chiroyli bir mush sabab bilan tanishib qoldik. Mush bir yaxshi aloqalardan bo'lib o'tib ketsak bo'ldi. Siz u yoqda uyan to'lg'ab, biz bu yoqda bir ishlarni qilib, siz bizning ko'nglimizga azor berib, biz sizning ko'nglingizga azor berib, unda o'tishni biz xohlamaymiz. Ba'zi ishlarni bek ortiq o'ylab ketmang.